Chilonzor 5-kvartal 2 xona 3 xona qilingan 1-qavatda Yevro remont uyimizni sotuvga chiqdi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Divanda o'tirib televizor tomosha qilib tursanglar, men sizlarga uyni to'liq obzor qilib beraman. Yotoqxona qismini ko'rdinglar, o'zini garderob mishkoflariga ega. Kirush prixoshkamiz bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismlariga ko'zinglar tushadi. Xonadonimiz g'ishli domdan iborat. Umumiy maydoni 56 kvadrat metr. Konditsionerlarni ham ko'rdinglar. Bu 3-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Qimmat va sifatli xom ashyolardan remont qilingan. 2x6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel, texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Bu uyda kim bilan yashagilar kelsa, o'sha odamga videoni yuborib qo'yinglar. Mana shu 4 qavatli domni 1-qavatida joylashgan. Novza metroga 5 daqiqalik yo'l. Uyimiz narxini $92,000 so'raymiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun pastda opisaniyada telefon raqamini qoldirdim. Bemalol cho'chimasdan aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi.